Dada! Dadam qani? Dada! Akbarov, qaysi kamerada? 21-da. Dadajon! Dada! Dada, nima bo'ldi o'zi? Kamerani oching. Bu meni dadam bo'ladilar. Так, отставить. Akbarov, sizni yuqoriga chaqirishyapti. Shoshilinch ekan. Ada, kim? Ayting. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Buni ko'p ham ayta olmayman. Dada, sizni yaxshi bilaman. Ko'z yoshimni ko'rsatolmayman. Kuchsizlikka yo'ymang otam. Ko'ngli bo'sh deb qo'ymang otam. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Bu qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajonim. Sizda shikoyat yo'q. Lekin tizimoyingiz yaxshi bilasiz. Yuzaga kelgan vaziyatni inobatga olmasak bo'lmaydi. Albatta o'rtoq boshliq, men hammasini tushunaman. Siz xafa bo'lmang. Hali hayot oldinda. Dadajonim, otajonim. Meni ham akam qamalganida ishdan bo'shatishgan. Karyeramni endi parvozida sindirishdi. Ishdan ham, hayotdan ham ko'nglim sovib ketgan o'rtoq. Bolalikdan qahramonimsiz, qirolimsiz, podshohimsiz. Bir nigohi yetar bo'lgan ustozim ham muallimsiz. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Buni ko'p ham ayta olmayman. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Bu qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Bu qorlari osmonim, salobati omonim, otajonim, otajon. Dadajonim, otajonim. Dadajonim, otajonim. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Buni hech ham ayta olmayman. Diqqat, hukm. Nima sababdan bir jinoyat uchun butun bir avlod javob berish kerak? Otasining qilmishi uchun nega farzandlari yoki aka uchun uka javob berishi kerak? Bu to'g'rimi? Men o'ylayman, mutlaqo noto'g'ri. Bu mening prezidentim.